Assalomu alaykum azizlarim. Shu videoni qo'yganimda juda ham ko'p savollar kelgan. Bu qaysi viloyat, qaysi manzil qayerda, qanaqa gul, juda ham chiroyli deb yaxshi kommentariyalar kelgan. Shuning uchun yana shunaqa video qo'ydim. Bu Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Dino shaharchasidagi uy bo'ladi va bu atirgul chirmashadigan atirgul bu gulimiz. Atirgulni o'sib chirmashib ketadigan turi. Juda ham ko'p ochiladi, mitti bo'ladi, qizil ochiladi va o'sib ketaveradigan turi. Mana shunaqa bo'ladi ochilganda. May oylarida, iyun juda ko'p turadi bir ochilganda bu atirgulimiz. Hozir ayni daqiqada mart oyida shu atirgul mana shunaqa ko'rinishda. Ya'ni barglari bor. Buni kuzda dadam yuqorisini kesib, bir xil tekislikda qilib kuzda parvarish qilinadi.